Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xo'p, Qarshilik akalarimizdan yangi zakaz qabul qilib olganmiz. Yasash jarayonlari boshlandi. Zakazimiz Captiva Spitsa. Captiva Spitsamizning orqasiga 1-2 qalinlikdan aniq to'shni bilish uchun lazer apparatlarda, demak, Spitsaning orqasiga planka kesib olyapmiz. Kuzatishda davom etinglar. Aravan tayyor bo'lgan holatda qo'yamiz. Like bosinglar, kommentariy qoldiringlar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. 2 yillikka 1.30 zakaz prinsipini tayyor bo'lish holatda. Oldi yon butun rama shviller bo'lyapti. So'rakalarimiz kantashka apparatda bo'lyapti. Oldi ham, soqishlari ham hammasi shviller bo'lyapti. Ostamiz turba, qalin turba ko'rishingiz mumkin. Mana bu osti mana kiradigan qilganlar bu dumaloq, mana kira avvalgidek boltga qolib ketmaydi, og'irligi, butun og'irlik endi kirib boradi, to'liq topishadi. Endi mana tegirmon bo'lsa bu yoqqa kiradi. Mana shu holatda yangilik qilyapmiz. Olsamiz turba, misollarimiz mana pachka, gazon rotor, rotor ichiga vtulkalar tashlangan, vtulkasi bor. Pachka rotorlar qo'yilyapti. Ostki ko'rinishlari juda baquvvat. Ramalari mana shu holatda qilinyapti. Tagliklari ham o'ta baquvvat holatda. Xo'sh. Bu yerdan yana bir zakaz prinsipimiz tayyor bo'lish jarayoni. Modiydan drabilka tortishar ekan, olib kelishar ekan. Balonni tekisligiga bitta ahamiyat berasizlar. Ikkita balonni bir-biriga tekisligiga. Balonlarimiz yangi balon, hali ishlamagan. Yangi. Diskalarimiz ham yangi, bu zakazga chiqdi aravamiz. Hop, disklari, balovati hammasi qalindan qo'yilgan. Oldlari ham shiviller, yonlari ham shiviller, tortqichlari ham shiviller bo'lgan, polni. Baquvvat holatda. Yuk bog'lash uchun mana bunday halqalarni ham qilib berganmiz. Chotka qilib. Kirilomiz ahamiyatli tomoni, kirlasi bu joyda yuraverasiz. Bemalol yuraverasiz. 80 kg mana ko'tarib turibdi. Qilchitmaydi. Xudo o'zi mana svarga qilgan joylari polni ugonlik tashlangan bu yerda. Yana bitta yangiligimiz bor. Xo'p, prinsipimizda boshqacha stilda boryapmiz. Mana bu ham zakaz prinsip. Demak, oldi dishlar tortgich, orqagacha kelgan mana. Mana. Tortgichlarni orqagacha kelgan. Samarqandga zakaz qilgan bu prinsipimiz. Yani gazon risorlik, demak, halqali bo'lyapti, juda baquvvat holatda. Balon spitsalarni o'zlari olib kelib berganlar. Ustakamiz o'zlari ustiga keldi. Oldiga mana ikkita halqa qilganmiz. Demak, agar pastga qilib qolsa bu, bitta halqa ko'tarib oladilar o'zlari. Chotkani ketaveradi. Gazga bosib. Elektriklarini ham hozirdan qilib qo'yibmiz. Tuplarini ulab, chotka qilib. Kimga mashina prinsiplar kerak bo'lsa, demak 88lik 044 71 74 telefon raqamiga aloqa chiqib xizmatdan foydalana olasizlar. Elektriklar ham birdaniga bitib ketaveradi mana. Hozir elektrikni hal qilishmabdi. Endi qilisham farqlar yasalyapti bu. Qismimizga kavat sharoitli holatda bo'ladi mana. Ikkita qanot qo'yilgan, ikki qator shiviller qo'yilgan. Shiviller aylanmagan. Mana bu yoqlarga mana juda baquvvat qilishibdi. Ikki tomonga Asilbekjon yangilik qilibdi. Bosaverasizlar. Like, kommentariy ham banglatamiz azizlar. Savolingiz salomat bo'ling, kanalga omad bo'lib qo'yishni unutmanglar. Aziz obunachilar, prinsip ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida. Demak, to'g'rimizda Ravon servis, bu yoqda mana mashina bozor.
Shuni oldida yonginasida demak prinsip aravalarimiz ishlab chiqarilyapti. Forsage servisda. Kimga shu prinsiplardan kerak bo'lsa, kelaverasizlar, sifatiga javob.